Assalamu alaikum muhtaram televizor ko'ruvchilar. Ko'rib atqaninglar Erkin Osiyo radiosi to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasi. Mazkur programmamiz orqali bir hafta jarayonida radiomizda Uyg'urlar hayotiga doir berilgan bir qism muhim xabarlarimizni eslatib o'tamiz. Men Erkin. Men Gulchehra. Bugurdagi zanjirsimon portlashning cho'ng ko'lamdagi isyon ekanligi, voqeaning qonliq bostirilganligi ham voqeada jami 50 kishi odam o'lganligi oshkorlandi. Xitoy doiralari bu vaqtdagi tunji xabarida voqeada faqat 2 kishi o'lganligini xabar qilgan edi. Ma'lum bo'lishicha, 21-sentabr 50 dan ortiq Uyg'ur Bugurning 3 yezi bozoridagi 7 yerda Xitoyning soqchi va hukumat organlariga hujum qilgan. Egalligan ma'lumotlarga qaraganda bu bir qitimliq isyon shaklini olgan harakat bo'lib, Xitoy doiralari va soqchilari voqeadan qattiq andishaga tushgan. Seyşembe günü ömürlük qamoq jazosiga hukm qilingan mashhur Uyg'ur ziyolisi İlham To'xti Xitoy sotiga norozilik arzi sungan. Bu vaqtdagi uchurlarga qaraganda norozilik arzi jami 15 betlik bo'lib, İlham To'xti arznamaga qo'l qo'ygan. Norozilik arzida mundaq ko'rsatilgan: Kamina arz qiluvchi Şinjan Uyg'ur Avtonom rayoni Urumchi o'tir sud mahkamasining 2014-yil 129-nomerlik jinoiy ishlar hukmnomasiga qoyil emas. Men o'zimni davlatni parchalash jinoyati o'tkazmadim deb toniyman va hukmnomaning darhol gunohsiz deb o'zgartirilishini talab qilaman. Uyg'ur ziyolisi İlham To'xti 23-sentabr Urumchi o'tiri sud mahkamasida ochilgan sudda davlatni parchalash jinoyati bilan muddatsiz qamoq jazosiga buyurilgan edi. Uning qizi Javhar ziyoratimizni qabul qilib, dadisining gunohsizligini bildirdi va Xitoy hukumatini dadisini darhol qo'yib berishga chaqirdi. 23-sentabr Clinton yer shari fondidan nutq so'zlagan Amerika prezidenti Barack Obama İlham To'xtining ismini tilga ilib turib, uning bilan bir taraf tuturdiganligini bildirdi. Obama yana İlham To'xti va uning o'xshash kishilarning erkin yashashga haqli ekanligi va ularning qo'yib berilishi kerakligini ta'kidladi. U so'zida mundaq dedi: İlham To'xtiga o'xshash puhronlik jamiyati rahbarlari Xitoydagi millatlararo ziddiyatlarni pasaytiradigan kuch edi. Ular o'z qarashlarini ifodalaganligi uchun jazoga tortilmasligi kerak. Obama yana İlham To'xti va Nobel tinchlik mukofoti sohibi Liu Xiaobo haqida to'xtalib, ular erkin yashashga haqli, ular qo'yib berilishi kerak dedi. İlham To'xti ömürlük qamoqqa hukm qilingandan keyin Yevropa ellaridan boshqa Amerika Davlat ishlar ministrligi Oqsaroy va Amerika Davlat ishlar ministri John Kerry qatorliq organ va shaxslar ayrim bayonot e'lon qilib, Xitoyning mazkur hukmiga norozilik bildirgan. 19-sentabr Dünya Uyghur Qurultayı raisi Rabia Qadir Xanım Belgiyaning Bryussel shahrida o'tkazilgan bir yig'inda so'z qilib, har qaysi davlatlarning Uyg'urlarning o'z taqdirini o'zi belgilash yo'lida elib berayotgan kurashlarini qo'llashga chaqirdi. Yangi Dünya Oliy yig'ini deb nom berilgan mazkur yig'in davlatsiz millatlarning oliy yig'ini ekan. Bu yig'inga o'z taqdirini o'zi belgilash uchun kurash qilayotgan millatlarning vakillari qatnashgan. Bu Uyg'urlarning tunji qitim mazkur yig'inga qatnashish ekan. Amerika George Washington Universitetida chaqirilgan xalqaro Uyg'ur tarixi, madaniyati va jamiyati tadqiqot nomli ilmiy muhokama yig'ini 25-sentabr rasmiy boshlandi. Mazkur yig'in mushu mazmunda Amerikada chaqirilgan ko'lami va chetishlik doirasi bir qadar keng bo'lgan tunji ilmiy muhokama yig'ini bo'lib hisoblanadi. George Washington Universiteti Yevropa, Rossiya va Yevrosiyo tadqiqot institutining sohibxonlik qilish bilan ochilgan mazkur yig'in 3 kun davom qiladi. Yig'inga Amerika, Angliya, Fransiya, Germaniya, Turkiya qatorliq davlatlardan kelgan tadqiqotchilar, olimlar va axborot xodimlari bo'lib 100 ga yaqin kishi qatnashmoqda. Yig'inning ochilish murosimiga George Washington Universiteti professori Uyg'urshunos Sean Roberts apandi riyosatchilik qildi. Dünya Uyg'ur Qurultayı raisi Rabia Qadir Xanım, Erkinlik Sarayı prezidenti David Kramer, Xalqaro kechirim tashkiloti Osiyo ishlari bo'limi direktori Tikumar qatorliqlar yig'inga qatnashdi ham tabrik so'z qildi. Ular so'zida Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratgan besimi mislsiz kuchaygan vaziyatda ichilgan bu yig'inning Uyg'ur davosini dunyoga tanitishda muhim ahamiyatga ega ekanligini bildirdi. Amerikadagi Uyg'ur o'smirlari uchun ochilgan tunji futbol kursi 9-oyning 13-kuni Virginia shtatida boshlandi. O'smirlar kursning xolis mashqavli Jurat Zoirning yetaklishida har haftada 2 soat mahorat mashqi ilib bordi ekan. Washington va uning atrofidagi Uyg'ur yosh futbol havaskorlari 2005-yili Uyg'ur birligi futbol komandasini qurgan edi.
Trener Cüret Zahir əsli Uyğur eli kəsbi komandasının sabiq futbolçusu idi. O ziyaretimizni qabul qilib, bu kurs orqali Amerika Uyğur Birligi futbol komandasiga izbasar tarbiyalash umidi borligini bildirdi. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Osiyo radiosi to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishguncha omon bo'lg'aysizlar. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.